Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum, muhtaram aziz yurtdoshlar, muhtaram qadrdonlar, muhtaram hurmatli vatandoshlar. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd aytamiz. Alhamdulillah, mana yurtimizda bo'layotgan farovonlik, kundan kunga yurtimizni, diyorimizni, vatanimizni go'zal bo'lishligi, yo'llarni ravon bo'lishligi, yangidan yangi binolarni barpo etilishi, ayniqsa ijtimoiy sohadagi bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib turibmiz. Bu bo'layotgan ishlar avvalo yurtimizning tinchligi, osoyishtaligi va yurtimizdagi muhtaram yurtboshimiz tomonidan amalga oshirib kelayotgan islohotlarning samarasi. Qolaversa, inson qadri uchun barcha ishlarni yechimini bo'layotganligini barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bu ishlar albatta o'zidan o'zi bo'lmaydi. Har bir ishlarning ostida va zamirida bu mablag' masalasi turadi. Mablag'ni mamlakatimiz byudjeti, ya'ni xazinasi bizdan kelayotgan soliqlarni to'layotgan majburiyatlarimiz asosida bo'ladi. Nafaqat bu bugungi kunni talabi, balki o'tmishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham mana shunday soliq turlarini joriy etganliklari, u kishidan keyin esa 4 Roshid xalifalar ham bu soliq turlarini joriy etishlari nima uchun? Sabab albatta o'sha davrda ham yetimlar, bechora insonlar va kasalmand insonlar, keksa nogiron insonlarni barchaning ta'minotlari mana shularning hisobidan qoplangan va yo'llarni qurilishi, ko'priklarni barpo etilishi va madrasalarni, maktablarni bino bo'lishligi, masjidlarni bino bo'lishligi barchasi xullas mana shu soliq asosida, ya'ni xalqdan, mamlakatdagi yashayotgan fuqarolarning yig'ilgan soliq asosida barpo etilgan. Dinimiz talabi va fuqarolik yuzasidan yurtimizni, vatanimizni obod qilishlik yo'lida qilayotgan hissalarimizni Alloh taolo dargohiga qabul aylasin. Buni ajrini, mukofotini Rabbimizdan faqatgina o'zidan kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.